Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Amerika bilan Xitoy hökuməti arasında Uyğurlar məsələsi üstüdəki diplomatik talaş-tartışlar və toqquşlar üstüdə söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Amerikadakı Xalqaralıq Dini Erkinlik Komitetining komissari Nuri Turkal əfəndi bilan Dünya Uyğur Qurultayı Xitoy Komitetining raisi Elshad Hasan əfəndini bu söhbətə alayı təklif qildıq. Söhbətimizə xoş gəldinglar. Sizga rahmat. Bunda bo'lsa hammamizga ma'lum bo'lganidek 9-iyul kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi ham Moliya ministrligi Chenchuango qatorliq Xitoyning 4 cho'ng amaldorlarini ularning Uyg'urlarga o'tganki 3 yil mobaynida qaratgan qattiq qo'lliq siyosatini nazarda tutib, ularga Magnitskiy jazosi e'lon qildi, ham ularning mol mulkini to'ldirgan bo'ldi, ham ularning oila taobatlariga viza cheklamasi qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtida, ya'ni 13-iyul kuni Xitoy hukumati Amerikadagi 4 muhim siyosiy arbobga, masalan, Kengash a'zosi Marco Rubio, Kengash a'zosi Ted Cruz, Amerikaning Avam palata a'zosi Christopher Smith va Amerikadagi xalqarалық diniy erkinlik bosh elchisi Sam Brownback'e jazo e'lon qildi. Gerçi o e'lonni aniq bilimi demagan bo'lsam, men jazo oldik dedi. Shuningga Nuri Apandi Amerika hukumatining 3 yil mobaynida tunji qitim bu Xitoyning 4 cho'ng amaldorlarini bu Magnitskiy qonun bilan jazolashi siz qanday qaraysiz? Ya'ni bu kechikdimi bu? Bir aldı bilen şunu ta'kidlab o'tish kerakki, bu Amerika hukumati 2-3 yildan beri Xitoy hokimiyatiga vaqt berdi, yeterlik sharoitlarni hatta imtiyozlarni hazırlab berdi. Şu davom qilayotgan qirg'inchilikni tizginlash, to'xtatish, Uyg'urlarningki huquqini asliga keltirish uchun tashabbus takliflari bo'ldi. Uning ta'siriga dunyo jamoatchiligida bular qarshi yiqim qo'zg'ab, dunyoda hatta shu Xitoyningki 21-asrdagi qurgan jazo kampini qo'llaydigan, qo'llamaydigan qilib dunyo jamoatchiligini bo'lib, xuddi Amerika hukumati qandaqdir Xitoyni tizginlash uchun bir taktikalarni o'ylayotgandek, qasddan bu problem masalani chiqarayotgandek ashtaq bir vaziyatni shakllantirdi. Siz o'zingiz qatnashgan o'tgan yildagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti o'tkazgan muxbirlarning kutilish yig'inida Amerikaningki Osiyo Pasifik rayoniga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri bu hukumatning Trump hukumatiningki Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatida temperaturani yuqoritish qarorini berganligini siz bas o'rinda ochiqlagan. Endi shundan keyin har turli faoliyatlar ilib berildi, kongressda qonunlar o'tkazildi, qora tizimlik ilishlar bo'ldi. Hatta bugunmi Huawei shirkatiningki xizmatchilarini qora tizimlik oldigan, viza cheklash engelindigan qarorlar berildi. Endi bu Global Magnitsky Sanction, xalqaro Magnitsky qonuni bo'yicha bu sanction ilishi tabii biz qarshi oladigan, tabriklaydigan bir yaxshi bir qaror. Chunki bu USARF'ninki o'tganki 2-3 yil mobaynida, hatta men bu commission xizmat kirishning oldidimi, commissionerlar, boshqa commissionerlar shunga tashabbus bo'layotgan bir harakat nishon edi, oxirida amalga oshdi. Endi buni kech qoldi deb qarashqim bo'lmaydi, chunki bu hukumatlar orasidagi diplomatik munosabatlarda her türlü vaziyetlerini, her türlü faydalık, faydasız amillarni taroziga silib o'lchab, hatta abay degandek qarshi tarafga fursat berishdak shunday ahvollar bilan nurg'ulg'an qadam bosqichlarni o'tkazdi. Lekin hech bir zaman bunda qarorni kech qoldik deyishga bo'lmaydi. Zodi hozirmi bu poyezd stansiyadan ketib qolgan uzun bo'lgan, shu ketayotgan poyezdni to'xtatish uchun shunday qarorga dunyo jamoatchiligi, Uyg'ur xalqi, Amerika hukumati, Amerika xalqi bo'libmi ehtiyoji bor. Shuning uchun men Trump hukumatini USARF vakolatan tabriklayman. Navsa Elshad Hasan əfəndi bu Xitoy hukumatiga hamda Amerika hukumati hamda Xitoy hukumatining Hong Kongda yurgizgan bu yangi siyosati sababidan Hong Kongning amaldorlarini jazolagan. Jazolagan chaqda Xitoy hukumatimi Amerikani ayblab, Amerikaga qarshi tadbir qo'llanamiz degan. Ammo buning qarshi tadbir qo'llangani yo'q hozirgacha. Ammo Amerika hukumati 4 Xitoy amaldorini Chenchuango boshliq jazolagandan keyin Xitoy hukumati bizmo uning qarshi turmiz degan. Ammo degandek 13-iyul kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi
Hua Chuyin sözdə 4 çoğ Amerika əməldarlarını cəzalaydiganlığını elan qıldı. Sizningcha bu Xitoy hökumətinin bunda qilishi, Uyğur məsələsi bunda qilishi, Hong Kong qalğan məsələ qılmaslığı bu nimadan darak berdi? Xitoy Uyğur ziminni özünün yançuğuna akirib bo'lgan yançuğunun ichidagi bir masala deb qaraydi. Uni qandaylik qilsam mening yançuğumda mening narsam deydi. Hong Kong bo'lsa, yerimi yançuğunun ishida, yerimini yançuğga so'rab sevyotidi bu. Shuning uchun Hong Kongninki yani yerimi teshidi bo'lgan ekan, uningga unda qattiq pozitsiya bildirib, xalqaradan shu zaman inkasının texnik kuchli bo'lib ketadiganligini bildi. Xalqaro dunyosimi Uyg'ur masalasini mana degan vaqtida xalqaro burundan voy bu bir zimin birligini e'tirof qilamiz u bu deb kelgan bo'lg'achqa bizning masalamiz kelgan vaqtida kishilik huquq u bu atalg'ular bilan aralashib ayblayotdi. Hamda milliy qirg'inchilik deyotdi. Shuning uchun bu yerdagi bir cho'ng tarix Hong Kong qanday bo'lmasin, yanıla xalqalarninki nazar doirasida yana ma'lum darajada uchoq matbuotlar bor. Ammo lekin bizning vatanga selishtirgan vaqtida bizning vatanga sirtdan hech qanday muxbir kirolmaydi. Hozirgacha masalan eng cho'ng qirg'inchilik berayotgan Xitoyninki Uyg'urlarning ishchi a'zosi kichik bolalarni olib setish yoki kichik bolalarni boshqa Xitoylarga baqtirish bu masalalarda biz şu yanınki video, şu görünüşlerini, şularınki Uygur yaşlarının iş azasını ivatkan bu görünüşlerini biz şu zaman xalqaraga göz veremeyiz. Xalqara dünyası mı onunla amalsız kıvatı. Nime için diye vaxtıda hatta ki lagerinin işleri boğatkan kıynaşlarını bularınkiga muhbirler baranmaydı. Bu yerden delil ispatını şu zaman elip xalqaraga göstermeyiz. Şunun için Xitay bunu üzemnin işki, yançuğumның işçilik hiç bunun qarlaşmaysa dep bununla karşı bir narsini bildiriyotdi. Ama lekin bu yerda bir narsini biz bilishimiz kerak. Xitoy hokimiyati boshdan oyoq yog'an bilan bo'lgan bilan, ammo bularninki Mao Zedong yoki Liu Shaoqi o'zlarining degan gapi bor. Tarix hammamizning ismini tarix daftariga kirgizdi deydi. Shuning uchun har qanday bir Xitoy tarixni, Xitoyning tarixini o'zininki bir xudosidek boshqaradigan bir dinga o'xshash cho'ng ko'radigan millat. Bu madaniyati. Shuning uchun har qanday bir Xitoy o'zining nomi bu tarixning betiga qanday yozildi, buning uchun nihoyatda cho'ng ahamiyat berdi. Bu yerda Chinchuangu jazoning ishtiriki birsi. Bu bo'lsa Xitoy hukumatninki davlat arbob, yana Xitoycha deganda Danghi Gojaling davrin deydi. Chunki bu daim komitetininki, siyosiy byuro daim komitetininki 20 odamning birsi bu. Bu demaklik bunun bilan birga o'tagan odamlarning hammasi Xitoyda yana bir gap bor, siyoga yaqinlashdan qardaysa deydi. Bu demaklik bu Chinchuangu bilan birga shu yerda 20 odam, hatto Xi Jinping mushu jazo tizimlik bilan xalqaro dunyo tarixidagi qarliqlarning tizimiga birga kiradi. Chunki bu siyosiy byurosida. Albatta qolgan Xitoylarmi, garchi u darajalik yuqori amaldor bo'lmasmi, yana Xitoy partiyasining vakilleri ular. Xitoy partiyasininki qurultay vakilleri. Shuning uchun buna qatnashgan manda degan vaqtida bu jazo tizimlik bilan Amerika hukumati Xitoy Kommunist partiyasini butunlay bu tashkilotni bir milliy qirg'inchilik berayotgan bir naziga o'xshash yana qora jamiyat yoki bir tarixiy sharafsizlar nomi taqdiriga mixladi. Shuning uchun buningki bu ahamiyati bakcho'ng. Şununla Xitoy bununla alohida sakrab ketishiki sabab mayada. Mana degan vaqtida Hong Kongni Xitoy yana deydi, biz faqat uning muqimligi uchun qilyapmiz. Hargiz bir davlat sistem bor, muxbirlar yana shu yerda bor degan abana bilan o'zini aqlash ko'rinyapti. Ammo lekin bizning vatan kelgan vaqtida bu ishninki texmo xalqarada nafrat kuchirab, texmo keng ko'lamlik jazo uchirsa Xitoylar qo'rqidi. Mayli o Xitoy Amerikaga kelsin kelmasin. Mayli o Xitoyning Amerikada mal dunyosi bo'lsin bo'lmasin, ammo uning ismi bunda bir qor tizimiga kirgan kundan tortib o Xitoy biladi. U qarlandi. Ham tarixda hamon bir kuni hisobot ilindi. Hisobot ilinmagandimi qor tizimligi bilan tarix daftariga yozildi. Avloddan avlodga qarab oldi.
Nuriye Efendi bu Amerika hükümeti bu Çinçengo başlık dört Xitay əməldarı ceza bergenden keyin hem de torlarda bazı Uygurlar bu faqatlam simvol karakterlik bir xil ceza ve ya Amerika özünün tikucharını evet bulanı tutup ve xalqaralıq sotqa tatmaydı dedi. Ama Amerika hükümetinin Çinçengo'da bunda şu siyasi büronun 20'sinin biriga bunda bir qattiq bir cezanı berişi sizningcha hem de qanday bir tarix ahamiyatga ega? 2016 yılı bu Xalqara Magnitski Kanunu resmi dünya miqyası kengaytirilip imza koyup icra buluş başlagandan itibaren Xitay hakimiyeti de tunji qitim hükümet sahnasida o'tgan siyasi büronun azası olan kişini embargo qilish hisoblanadi. Undan başka bu hozirgi Uyg'urlarning anidatini Sharq Turkistonda davam qilinayotgan milliy qirg'inchilikni loyilagan, shuni o'g'lini sog'gan, hatto Uyg'urlarningki hayotidagi, shaxsiyatidagi, madaniyatidagi ojizlik hammani shu qaror qilganlarning huquqi pichirilgan Juhaylondek odamlar o'z tizimlik ilindi. Endi ko'rinishga bu qandaqdir Xitoyga berib ijro bo'lgan qonundek bo'lmasimi? Ama İlşat efendim degandek bu kanunun icrasını Xitaylarning an'anasi, davlat tuzilmasi ve şahsi yuqoriga xizmat ko'rsatishdek istaklarining ijroiyati taraflardan qaraydigan bo'lsak, buni nihoyatda cho'ng tizginlash roli bo'ladi. Endi bu tizginlash rolininki qanchalik ko'rilayotgani to'rt Cumhuriyet Partiyasininki siyosiy rahbarligiga qaytarilgan hujumdan ko'rilishi mumkin. Eğer Xitay hakimiyeti muş işninki muş kararının ciddiyetçilikini görmegen bolsa, 2 yıldan beri yumuşak usullar bilen bunu ticari meselelerge bağlap, yoki bo'lmasa ictimai meselelerge bağlap, yoki diplomatik meselelerge bağlap, bununla karşı lobiçilik qilmagan bo'ladi. Endi bu yerdagi Uyg'ur xalqininki derhal bunun önümünü ko'rishga taqozolik bilan u ko'z qarashini ifodalashi normal, lekin bir davlatlarning orasida nurgun nazik meseleler buludu. Endi bunu sizin ko'rganlarınız derhal his qilalishi mumkin. Bu kanun Prezident Obama qo'l qo'yib ijro bo'lganning yog'i tunji qitim yuqori darajalik amaldorlarga Xitoy sistemasidagi ijro bo'lishi. Shuning uchun buni mohiyat jihatdan, mazmun jihatdan va simbol jihatdan o'ylaydigan bo'lsak, ko'radigan bo'lsak, 2 yil saqlagan bo'lsa-mu Amerika xalqi, Uyg'ur xalqi va Amerika hükümetinin içindeki muş kararının teşebbüskarı olan şahslar. Bu ahir vücudga çıqqan üçün bununki qaytırma bergen inkasıdan qanchalik ta'sir qilganini ko'rish mumkin. Tarixda Winston Churchillni sen düşmanchiq deb olding o'zingga degan chog'da, demak bir ishga to'g'ri qaror chiqarganman-da deb javob beribdi. Shunga o'xshash bu 4 nafar Cumhuriyet Partiyasining siyosatchilariga qarshi chiqqan bu harakatidan bunu sanction deyishga mening og'zim bormaydi, chunki u so'zning itibarı bo'lish kerak. Bularning chiqargan inkasidan bu Amerika hükümetiningki qarorida Amerika xalqininki tutgan pozitsiyada Uyg'ur jamoatchiligining qilgan harakatchiligida tarixni o'ng tarafiga dunyo jamoatchiligining undatgan shunday bir yo'nalishni ko'rilishi mumkin. Shunga to'g'ri chiqqan chog'da hamon birlarining qarshilig'iga qaydi. Amerika hükümeti bunu ko'z tutgan. Ko'z tutgan uchun 2 yilni tarozi o'lchidi. Shunga bu qarorni faqat oddiy bir qaror deb qaramaslikni tavsiya qilamiz. Elshad Efendi, bu Amerika hükümeti Çinçengo, Juhaylan qatorliq 4 cho'ng Xitoyning amaldorini hamda 3 yil mobaynida elib berayotgan Uyg'urlarga qarshi mutaxassislarning deyishicha insoniyatga qarshi jinoyat elib berayotganligi uchun Amerika hükümeti bularga jazo qo'ydi. Ama Xitoy hükümetining 13-iyul e'lon qilgan jazosi 4 Amerika amaldorlariga. Bu nima jazo endi? Bunun e'lon qilgan inson bu Amerika hükümet amaldorlari jinoyat o'tkazganligi uchunmi yo insoniyatga qarshi bir ish qilganligi uchunmi nimaga jazo e'lon qildi? Bunun da iki ma'no chiqdi. Birisi Xitoyninki o'zininki qanchalik bu Xitoyning amaldorlariga Çinçengo boshliq amaldorlar qo'ygan jazodan qanchalik tushirganligininki birinchisi isboti bu. İkinciden nima degan vaqtida yana Amerikaninki davomli jazolashidan qo'rqqanligininki yana bir ikkinchisi. Men nima uchun bular qo'rqdi deyman desa, biz agar qarab baqsak, Amerikaninki jazolagan amaldorning ichida hamda amaldor desak,
üççe saylanıp çıkan halk vekili manda degan vaqtida. Üççe hammasi Cumhuriyet Partiyasininki, ama ularning ichida Marco Rubio bilan Ted Cruz Kengash palatasininki, Chris Smith Avam palatasininki. Fakat bir adam prezident tarafından tayinlangan, Sam Brownback. Bularning hammasi manda degan vaqtida rasmiy hukumatning ichida, ya'ni Oqsaroyda ijro qiluvchi bo'lgan Amerikaninki kuch qudratini ko'rsatadigan ijro organning ichida bir odam yo'q. Bu nimadan derak berdi degan vaqtida Xitoy yana Oqsaroy yoki Davlat ishlar qo'mitasining ichidan jazolashdan qo'rqdi. Masalan, Xitoyning eng keskin, eng ashaddiy tanqid qilayotgan kim o desak, hukumatning ichida balkim Mike Pompeo efendim. Ondan keyin Pence muavin prezident. Lekin bularning hech qaysi buningda yo'q. Hattoki ba'zi hukumatning amaldorlari, ya'ni boshqalar bor Oqsaroydan. Ammo bularni jazolamadi. Nima uchun bu? Xalq saylagan vakillarni jazolaydi deganda, o'ziga yana Amerika buningga bakara qarshi bir chora ko'rsin deb o'zining yuzini saqlash uchun qildi. Endi uchinchi ma'nosi nima degan vaqtida bu yerda bu jazolashning oldida yana bir signalni berdi Xitoy. O signal nima degan vaqtida birsi Andrea Zins, mushu Uyg'ur masalasi kelib chiqqandan buyon eng kuchli dokladlar orqali xalqaraga Uyg'urning bu milliy qirg'inchilik ekanligini isbotlab chiqqan. Ham mushu jazoning oldida bir hafta burun Uyg'ur ayollarga majburiy to'xtatish Dora mecburlayotgan mushu dokladni e'lon qilgan adam. İkincisi Avustraliyadagi bir tadqiqot o'rni. O bo'lsa Uyg'urlarni mushu lagerlarga olib majburiy emgakka, ya'ni qulluq qilayotgan, buni oshkora qilgan bir shaxsi, bir organni sotga yollaymiz dedi Xitoy. Balkim sotga arz qilamiz dedi. Nima uchun degan vaqtida bular hammasi Uyg'urning dardini dunyoga, uchinchi bir shaxsi salohiyati bilan dunyoga anglitayotganlar. Bu maqsad nima degan vaqtida Xitoy mushu orqali Uyg'urga hissdoshlik, Uyg'ur uchun so'z qilayotgan, Uyg'ur uchun isbot yetkazayotgan bu xalqaradagi Uyg'urning do'stlarining og'zini yumish, ularni to'sash, ularga tahdid qilish. Endi ma to'tiga kelsak, to'rt shaxsiga amaldorga. Mayli Marco Rubio bo'lsin, mayli Ted Cruz bo'lsin, mayli Chris Smith bo'lsin yoki Sam Brownback bo'lsin, bular hammasi yanala Uyg'urning masalasini, yana Uyg'urning milliy qirg'inchilik uchrayotganligini eng oldingi avangard rolli bilan ilib berayotgan shaxslar bo'libmi? Biz hammamiz bilamiz, Marco Rubio desa hozir balkim vatan ishchiligi kichik bolalarmi bilishi mumkin uning ismini. Chunki bu odam 2016dan boshlab Uyg'ur uchun mayli bizning kishilik huquq qonunlar bo'lsin, hammasida eng cho'ng mardonlik bilan yetakchilik rol o'ynagan odam. Shuning uchun menda degan vaqtida 3-chi Xitoyning maqsadi mushu Uyg'ur uchun gap qilayotgan, Uyg'ur uchun so'zlayotganlarni qo'rqitish. Ammo lekin buni aniq bilamiz. Amerikadan hech kim berib Xitoyga bolasini o'qishga avatmaydi. Hech qanday bir amerikalik pulini olib Xitoyning bankasiga qo'ymaydi. Zurur bir davlatdan avatmasa hech kim berib Xitoyda yashashni xohlabmi ketmaydi. U yerga berishni xohlamaydi. Shuning uchun bu yerda biz unutib qolmaylik, virusining tufaylidan hammadan Xitoyga hukumatiga bo'lgan nafrat eng qo'zg'algan bugungi kunda, balkim bu to'rt odamni Xitoy qizil gilam selib taklif qilsa ular bormaydi. Bunda bir sharoitda bunda jazosining ahamiyati yo'q, ammo lekin shu men degan yuqorqi 3 sababdan bular bir signal, ham simul xarakterlik azroq o'zining yuzini saqlab qolish uchun yoki menda degan vaqtida Xitoy xalqiga o'zini noch ko'rsatish uchun shuningga ipagan bir popoza desakmi bo'ladi. Lekin yana bu yerda bu bir Xitoy xalqininki, Xitoy jamoatchiligining siyosiy mavqeda olsun yoki ijtimoiy maydonda olsun bir o'chilish xarakterida chiqargan bir qarorininki beshartini ko'rish mumkin. Hamda bu gazet jurnallardagi xabarlarga diqqat qiladigan ko'rurmanlar buni esida tutadigan bo'lishi mumkin. Bu Magnitsky qonuni bo'yicha Xitoy amaldorlarini jazolash kerak degan bu fikrni tunji qatim baş elçi Sam Brownback o'tirib qo'ygan.
Washington Post arqali 2 yilning oldida. Izchil shunun bayroqtarligini qilayotgan bir kishi. Hem tabii ki Xitoy hokimiyatining bu siyosatchininki peşide bo'lişi bir mençe hayran qilarlik bir iş emas deb o'ylayman. Bundan keyin ikkinchidan bu alayda elchi odatda tashqi ishlar ministrida ofisi bo'lgan bilan bevosita prezidentning tayinlanadigan bir o'rin. 1998-yildagi xalqaro diniy erkinlik qonuni bo'yicha alayda bekitilgan 3 organ bor. 3 organning biri shu Ambassador Brownbackning ofisi, yana birisi White House'da, yana birisi biz. Endi bu bevosita bu yerda hujum qilinmagan bo'lsa prezidentga yoki Mike Pompeo'ga, Secretary of State'ga buni bunda vositalik usul bilan ko'rsatayotgan bir bisharti deb ko'rish mumkin. Endi yana birisi Kongress yaratma shu Uyg'ur qonuniga kepillik qilgan, o'tirg'i chiqargan va izchil shu Global Magnitsky qonun bo'yicha sanksiyon qilish tashabbusi qilayotgan ikki shaxsningki ikki shaxs bu 4 adamning ichida ko'ralaysizlar. Christmas bilan Marco Rubio. Endi bu yerda yana birisi endi bir bu ko'rurmanlarningki balkim diqqatini chekkan bo'lishi mumkin. Bu yerda Amerikaning davlat ishchiligi Xitoy hokimiyati bir bo'lishni shakllantirishga urinyotdi. Qarasanglar bu 4'ning hammasi Cumhuriyet Partiyasining. Bu Xitoylarning o'zininki davlat ishchiligi tashviqotida bo'lsin, boshqa yerda bo'lsin yoki himoyachi hukumatlarga berib bu qandaqdir Amerika hukumatining tutgan bir o'rtaq pozitsiyasi emas. Ma'lum bir turkum bu Xitoyni o'ch ko'radigan guruhlarning qilayotgan ishi degan bishoratni berish uchun buning ichida hech qanday Demokrat partiyadan odam yo'q. Masalan, Bob Menendez o'xshash, Marco Rubio, Christmas o'xshash Uyg'urlarning tarafdori bo'layotgan odam. Speaker Pelosi. Bular hammasi Demokrat partiyaning bir yerdimi, bu davlatning ishchidimi, undan keyin bu saylamni ko'z tutadi bular. Saylamda shunday qilib ma'vu partiyaning ichidagi Xitoyga tutgan pozitsiyadagi o'xshamaydigan fikrni foydalanib, bular o'zininki uzoq muddatlik bir siyosiy maqsadlarini amalga oshirishni ko'rib o'ylashayotgandek, planlayotgandek shunday bir taktika, public diplomacy taktikasini ishlatayotganligini ko'rib yetish mumkin. Shunga bu ko'rurmanlar bo'lsin yoki bo'lmasa kuzatuvchilar bo'lsin, shunday nozik masalalarga diqqat qilishni tavsiya qilaman. Nuri Efendi, bu Xitoy hukumati hamda e'lon qilgan jazo hozir siz degandek, Elshad degandek hozir 4 cumhuriyetçi amaldorlar. Ammo bu yerga ikkisi, masalan, Kengash palata a'zosi Marco Rubio bilan Kengash palata a'zosi Ted Cruz ikkilisi ilgari Amerikaning prezident bo'laman deb o'z nomzodligi ko'rsatgan, ham nurg'un shu nomzodlik ko'rsatish jarayonidagi shundaq munozaralarga qatnashgan insonlar. Bular yeshamlarda bir 50 bo'lmagan hisobda siyosiy jihatdan yosh amaldorlar bo'lib hisoblanadi. Sizningcha kelgusida masalan Marco Rubio bo'lsin, Ted Cruzlar bo'lsin, bularning Cumhuriyetçi partiyasining ichki o'rni yuqori. Kelgusida hatto balkim prezident saylamda hatto futib chiqishi mumkin. Sizningcha bu Xitoy hukumati bu bunda insonlarni bu tizimga kirgizish orqali jazolaydigan to'g'ri qildi deb qaramsiz? U aslida aks ta'sir beradi. Amerikada hozir 70% dan ortiq jamoatchilik Xitoy hokimiyatiga nisbatan salbiy ko'z qarashda. Kuniga 2000 atrofida odam o'lyapti. Endi bu hozirgi bu vabo kasalining qachon tizginligi to'g'risida hatto doktorlarmi, mutaxassislarmi bir narsa deyamayotgan bir ahvol ostida. Amerikaning iqtisodiga nihoyatda cho'ng ziyonlar bo'ldi. Endi shunday ahvol ostida Xitoyga dushman bo'lgan bir siyosatchininki xalqning o'rnida chunqur yer olganligini ko'rib yetish ancha tas emas. Bu odamdagi shunday munosabat yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bu Amerika hukumati bu Uyg'ur masalasiga kelganda bu partiya, ideologiya, irq ayırmaydigan bir pozisyon tutyapti. Bu narsani aniq tushunish kerak. Bu yerda bu ya Demokrat partiyasi ya Cumhuriyet partiyasiga yo'q. Hozir shunday Uyg'ur xalqiga bir histoshlik qiladigan, himoya qiladigan, ko'ngil bo'ladigan tadbirlarni o'ylanayotgan bir ommaviy va hukumat darajalik bir harakat bor. Shunga bu Xitoy hokimiyatimi ba'zi masalalarda yuzaki qarab bilib bilmay xatolik o'tkazyapti. Buni ayblashning o'rniga durust inson, durust hokimiyat, mas'uliyatchan inson, mas'uliyatchan hukumat o'zining qilmishini tekshirdi. Hozir Xitoy hokimiyatiga o'zining qilmishini tekshiradigan ba'zi siyosatlarni darhol amaldan qoldiradigan fursat. Agar shunday davom qiladigan bo'lsa, bu Amerikadagi ilib berilgan
qonuniy jihatdagi yoki ma'muriy jihatdagi qarorlar dunyoning boshqa yerlariga kengayishi mumkin. Chunki Amerika hukumati hozir bu masala bizlar hal qiladigan masala emas. Dünya jamoatchilik birlikda hal qiladigan masala. Bu insoniyat masalasi, bu vijdon masalasi, bu tarixda o'zimizni parlaq ko'rsatadigan yoki yirginadigan bir sahifaga qo'yadigan masala deb tashkil qilyotdi. Shuning uchun endi bu shu fursat bilan shuni eskartish kerakki, bu boshqalarni ayblash bilan masala qilolmaydi. Nuri efendimnikiga qo'shsam, bu yerda Xitoy menimcha bakchiq balkim to'g'ri xatonimi o'ylab ketmadi. Xitoy siyosatninki iparg'ani ingliz degan tit for tat deydigan tishqi tirnoq qaytirganga o'xshash bular oldi keyinni jiq o'ylamadi. O'ylagan holatimi Xitoy siyosatlari burundan tatib biz ko'ryapmiz. Mayli Mao Zedongning vaqtida bo'lsin, Deng Xiaopingning vaqtida tunugin tilliga odam bilan atisiga Xitoy quchoqlasha oladi. Hem ular bilan taş qo'yin, ish qo'yin bo'la oladi. Rus bilan shunda bo'lgan, Amerika bilan shunda bo'lgan. Shuningda buni bundan xuddi Nuri efendim degandek, agar kelar saylamga Marco Rubio ya biraz tushib qolsa, bular tutupli chiqib qolsa, Xitoy atisiga men ishonamanki, yana xijil olmay bu qonunni qarib qo'yib, uning tabriknoma avatib, uni yana taklif qilaverdi. Bu Xitoy kommunistniki o'zining asos qonunini dafsanda qila oladigan, o'zining tuzgan avtonomiya qonunini Hong Kongga bergan bir davlat ichki sistemasi Angliya bilan tuzgan kelishmasini tarixiy hujjat bo'ldi dalalgan bir hokimiyat menimcha ularda o'nchilik jiq cho'nqur oqibatini o'ylaydi. Bu narsa yo'q, faqatla bir xilki qo'saq ko'pigini chiqarish shu zamatli bir qilgan shundaqaroq bir siyosat deb qarayman. Abaki ko'z qarashlarimiz bor amaliyotda. Ama lekin o o'nchilik cho'nqur oqibatini o'ylab ketmadi deyman. Elshad efendi bu Amerikaning o'sha jazo e'lon qilgandan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying keyindan Xitoy hukumatining yana Uyg'urlarga qarata ilib borgan siyosatini qo'g'dashga majbur bo'ldi. Bu Hua Chunying seshanba kuni masalan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan atalmish yaxshi tuzumlarni misol qilib Hua Chunying hatta o'zining Uyg'ur do'stlarining borlig'ini, Uyg'urlarning nopusning azaymaganligini, shikasi qatlaganligini 40 yilning ichida hamda Uyg'urlarning kunining Amerikadagi qartanliklarning kunidan yaxshi ekanligini so'zlab o'tdi. Siz buni qanday qaraysiz? Balkim biz hammamiz bunga eng yaxshi javob bera oladiganlar. Masalan, men vatanda hammamiz yashab keldik. Men uzunroq yashadim, chiqinlar qarag'a vaqtida 15 yil maktabda ishladim. U yerdagi zulm, u yerdagi kamsitish ochiq oshkora. Hatto mening yuzimga necha qitim sen Uyg'ur, shuning uchun bo'lmaydi. Men muallim bo'lgandan keyin men Uyg'ur o'quvchilarni apirib, xizmat qabul qildigan Yermanka ko'rgazmalarga apag'an vaqtimda Uyg'ur o'quvchi olmaymiz, milliy o'quvchi olmaymiz, Uyg'urlarning ishi jiq, qaloq degan gapni yuzimga deganda men o'zim anglagan. Shuning uchun bu yerdagi bu Amerikada yashayotgan qarilar, men shular bilan birga ishlaymiz, bilan birga ishlaymiz hammamiz. Ularda undaq hech kim ularning yuziga sen qara, sen qaloq, sen olmaymiz seni deb bir xizmatga iltimos qilganda bir qarni olmaymiz deb baqsin kim? Bu hech kim dalanmaydi. Shuning uchun uni asl-üstün silish to'g'ri olmay. Am Qochuyingning gapi kelgan vaqtida u mening Uyg'ur do'stlarim bor. Uning do'sti kim o? Balkim Nurbakri burun, hozir balkim Shuhrat Zokir. Albatta ularning o do'stlari shu Xitoyning imtiyoziga erishgan bir turkum o'ziningki qalbidagi gapini dalanmaydiganlar. Ammo bu yerda nuqta uning so'zi emas, bu yerdagi nuqta Qochuyingning nima uchun Uyg'ur do'stim bor deyishga majburlandi degan masala. Bu yerda bu demaklik Xitoy hukumati garchi e'tirof qilmagan bo'lmasa-mu, lekin bu yerda Uyg'urning masalasining borlig'ini mushuq so'z orqali e'tirof qilyotdi, ham buningki mavjudligini e'tirof qilyotdi. Amalsiz bular bu yerda padazlashga, ya'ni yog'in etish orqali buni yepishga urinyotdi. Ammo lekin 2017dan boshlab Xitoy bu texnikalarni ishlatib baqdi. Ismlarni qayta tarbiyalashdan kasbiy tarbiyalash deb baqdi. Hozir anglasa qonuniy tarbiyalashga o'zgartib baqdi, zavodga o'zgartib baqdi. Ammo Xitoy izchil holda o'zini oqlashga
yağını etişe mecburlandı. Xalqarada bularninki inovati neva bankrupt oldu. Yani bana diye vaxtda vayranı bu oldu. Bu akmaydı. Amerika Uygur milli qirg'inchiligini, yani lagerninki layli güçsi Xi Jinping. Hazır jaza şunun yeniği geldi. Çinçangoni jazaladı degan gap, şununki billa o'tirdigan 20 adamning birisini jazaladı. Bu bunun yaqin kelyapti. Xi Jinping bunun eng oxirgi layli güçsi, men doim deydiganim, agar 2. Dünya urushida Yahudilarga ipagan qirg'inchilikninki beshi Hitler bo'lgan bo'lsa, Çinçango Himmler. Yana şu vaqtdagi qirg'inchilikni ipagan Nemislarninki Gestapo'nun başlığı Himmler. Şunun rolini Çinçango o'ylayapti, ama bu hozir bevosita Xi Jinping tutishyapti. Şunun uchun bular naiti andish. Bu yerda bu andish bilan bular qanday qilib buni pardozlashni topolmay, birdan Andrea Zinzni alani jazoga sotga yo'llaymiz deyapti. Onundan keyin saylangan vakillarni jazolab baqtay. Demek Xitoy hozir o'zininki xalqarada yolg'iz qolgan, xalqaradagi Abay Nuriy Turkal apandim deganga o'xshash, xalqarada bu bir iqim bo'ldi. Xitoyning bo'libmo'mush virusdan keyin har kuni o'layotgan odam xuddi 2. Dünya urushida berayotgan nazilarning qirg'inchiligi bilan tang mingyapti hozir. Har kuni minglagan, 10 minglagan odam kasal bo'lsa, butun dunyoda minglagan, 10 minglagan odam o'layapti. Bu demak, bu hakimiyetni to'simizsa, xalqaraga ati o'gin buningdimi cho'ng ofat ib keladiganligini hammadan bilib bo'ldi. Shuning uchun Xitoy o'zini qo'g'dayapti, aqlayapti, bir yo'l izlayapti. Oxirgi savol Nuriy apandi, bu Amerikaning davlat xavfsizlik kengashininki oliy maslahatchisi Robert O'Brien, ya'ni 12 iyul kuni Xitoy hukumati yana Amerikadagi 4 chong arbobga jazo e'lon qilishdan bir kun burun Washington Post gazetida Trump hukumatining yana davomli holda to'xtab qolmasdan Xitoy hukumat amaldorlarining Uyg'urlarga qaratgan bu ziyonkashligi sababidan ularga jazo e'lon qilganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Sizningcha hamda Amerika hukumati bu Xitoy hukumatining amaldorlari yoki ularning shirkatlariga Uyg'urlar sababdan qanday jazolarni berish mumkin? Bu Amerikan Davlat Bexatarlik Maslahatchisi ve Başelçi deb atalgan O'Brien'ninki bundaq bir obzorni yazishi bir tarixiy vaqa, tarixga ve diplomatik munosabatga ko'ngil bildigan, o'rganadigan ve kuzatadiganlar buni biladi. Amerikanninki Davlat Bexatarlik Maslahatchisi bundaq odatda ochiq oshkora undaq pozitsiyasini bo'libmi, boshqa bir davlatdagi bir xalqqa bundaq yuqori saviyalik so'zlar bilan qattiq gaplar bilan sahip chiqadigan ish bek oz uchiradigan bir ahvol. Shunga bu tarixiy ahamiyatda bu bir misli ko'rib baxmagan ish. Hamda bu davlat bexatarlik maslahatchisi Amerikaning davlat sistemida yo'l xaritasizdir. Yo'l xaritasizdir bu qaror qabul bo'lgandan keyin Amerikaning diplomatlari va davlat bexatarlik ishlariga mas'ul bo'lgan Pentagon deymiz, Homeland Security va boshqa jihatlardan ijro bo'ldi. Şu anda O'Brien'nin ağzından bundaq gaplarning chiqishi O'Brien'ninki Komünist Partiyaning markazininki mavqalarini, ideyalarini naql keltirib, bu ishninki qandaqdir Komünist Partiyaninki mavjudiyati davom qilishi uchun ishlatilayotgan bir vosita ekanligini o'tirib qo'yishi Amerika hukumatininki bu Uyg'ur masalasini qancha darajada tushunganligini ko'rsatadi. Bir ikkinchidan, endi bu yerdagi ko'rinishga Xitoyning tashviqoti shunda, Xitoyninki imajlarning tashviqoti shunda qandaqdir bu yerda Trump hukumati Xitoyni urayotgandek ya urush tamshlayotgandek bir munozara bor. Bu munozaraning yiltizini tatib tashlatish kerak. Bu yerdagi masala hozir whole government approach deymiz. Bütün Amerikaninki hamma ministerliklari, qonun tuzish organlari, ijroiya organlari, bexatarlik, istixborot hammasdan whole government approach deb bir ta'kid qilayotgan bir masala. Yani bir adli sözle aytgan chog'da bu faqatlam boshlanishi. Xitoy hokimiyati sizdan o'chilish mumkin, mendan o'chilish mumkin, Dilshod apandan o'chilish mumkin. Hatto Mike Pompeo'ni, Amerika tashqi ishlar ministrini davomli aql-tuqlat gaplar bilan ayblash mumkin. Lekin bu qaror berilib bo'ldi Amerika hukumatida. Amerika xalqini tushunamadi Xitoylar. Amerika xalqi ginidilam haq nahaq deydigan bir millat. Ginidilam hech qandaq bir inson diniy yoki millati sababidan
jazolanması kerak deb cho'ngildigan millat. Bundaq bir an'anasi var bir davlatda ko'p kunduzda qulluq tuzumini asliga keltirib, Amerikaningki bu iste'molchilarning buyumlarini bulg'ab bo'lgandan boshqa, hatto Uyg'ur ayollarining chechidan tortib buni pul topadigan narsaga aylantirib olgandan boshqa, bularda Amerikaning an'anasini, milliy xarakterini tushunmaslikdek mushtaq bir xohish bor. Buni bilish kerak. Shunga hozir bu Amerika hukumatining ichida bo'layotgan qonuniy jihatdagi harakat, ma'muriy jihatdagi harakat bir ikki odamningki nimasi bu yerda bu o'rtaq recognition, o'rtaq tunib yetish, o'rtaq bu masalani hal qilish xato degan bir ko'z qarash mavjud. Shuning uchun hozir bugun yana bu viza cheklash qarori e'lon qildi. Bu hozir davom qilayotgan bu embargo, Amerika Kongressida chiqarayotgan qonunlar, o'tirib qo'yilayotgan mavqelar, maydonlar faqatlam boshlanishi. Buni to'liq tushunib kelish kerak. Buni biz hukumatda olishimizdan to'g'ri ish deb qaraymiz. Davom qilinadi, hatto kengaytiriladi. Anda degan vaqtida hozirgi dunyo sistemasi 2. dunyo urushidan keyin Amerika boshliq tiklangan bir sistem. Xitoy davomli necha yildan buyon bu sistemni buzaman, bu sistemni qaytadan tiklayman deb Amerika shiltin etib keldi. Amerika azroq yo'l qo'ydi. O'zingni o'ngishib olamdiki deb nasihat qilmoqda, chiroyli sistemning ichiga kirib paxta o'zgartirmadi. Lekin Xitoy buningga bo'ysunmay, bo'libmi 2. dunyo urushidan keyin mayli 48-yil o'tkazilgan milliy qirg'inchilikning oldini olish, jazolash qonuni bo'lsin, mangu bu takrorlanmasin degan g'arib dunyosining yana insoniyatningki bir va'dasiga Xitoy xilof qildi. Buni amdi to'simasa Amerika bildi. Xitoy bu Amerika boshliq insoniyatningki eng yuqori madaniyatiga yetgan tuzgan bu tuzumni vayron qilib Xitoyning bir partiya diktator tuzumini dunyoga tiklayman degan bu yomon niyatini Amerika amdi to'nib yetdi. Shuningga bu amdi to'xtalmaydi. Meningcha bu hozirgi sistemga hujum qilayotgan bu kuchni butunlay vayron qilib yo'qotmoqcha Amerika to'xtab qolsa o'ziga cho'ng balo yo'qadi. Buni to'nib yetdi. Rahmat. Bunda bo'lsa ishkanlarning bugungi bu programmaga alohida qatnashganinglarga ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Bunda bo'lsa hurmatli ko'ruvchilar, bugungi programmamiz mushayda oxirlashdi. Ko'rib berganinglarga ko'p rahmat. Kelasi programmada ko'rishamiz. Xushvaqt bo'ling.